Assalomu alaykum. Bugungi birinchi darsimiz AI'lar jangi bo'ladi. Men Jamilov Hasan bu 2 yildan beri AI sohasida juda ham ko'p izlanishlar ustida ishladim va shu izlanishlar va o'rganganlarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. İlk bor O'zbekistonda O'zBAI, ya'ni o'zbekcha AI kanalini ochdim va bugundan boshlab sizlar bilan juda ham ko'p narsani o'rgatishga ahd qildim. Ya'ni ta'lim sohasida va dasturlash sohasida juda katta narsalarni yaratish va o'rganishni rivojlantirish uchun sizlarga bugundan har xil yangi videolar, ya'ni sun'iy intellekt bo'yicha videolar tayyorlab ko'rsataman. Bugungi asosiy o'rgatadigan narsam IELTS o'rganuvchilari, multi-level va CEFR o'rganuvchilari uchun, ya'ni ingliz tili, ya'ni men prompt tayyorlaganman ko'proq IELTS ga, ya'ni writing task 1 va writing task 2 prompti va bu orqali siz writing inshoingizni to'g'ri tekshirish va to'g'ri baholashingiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, va hozir shu ikkita promptni, ya'ni 3-4 ta AI da sinab ko'ramiz. Qaysi AI ko'proq to'g'ri va aniq baholay oladi va aniq tekshira oladi, shuni qani bir ko'rib chiqamiz. Bu orqali ham siz promptni o'rganasiz va qaysi AI kuchliligini bilib olasiz. Qani ketdik, tayyor qilib qo'yganman. Birinchisi, siz bilmagan AI bo'lishi mumkin. Bu Queen bu tekin hamma uchun va hozirgi kunda kodingga ham, ya'ni til bo'yicha ham juda katta yutuqlarga erishyapti. Ya'ni yaxshi tekshirib, yaxshi ishlamoqda. Hozir mana tayyor qilib qo'ygan promptimni hozir ishlatib ko'ramiz. Bu yerda qayerda edi? Hop. Demak, birinchisi Queen, mana Queenni copy paste qildim va bunga tashlab qo'yamiz va Grokni ochyapman. Grokga ham xuddi shu insho va tagida mana prompti bor, shuni kiritib tashlab qo'ydim. DeepSeekni ochamiz va bunga ham DeepSeekni ham bilmaganlar, ya'ni bu ham tekin. Hozir yana ham update bo'lgan, chuqurroq tekshira oladi. Buni ham sinab ko'ramiz. Qani qaysi biri yaxshiroq ishlar ekan. Xo'p, yana qaysi bor? DeepSeek, Grok, bu Gemini. Gemini menda pullisi, qani pullisi qanchalik yaxshi tekshira oladi. Shuni bir guvohi bo'lamiz. ChatGPTni ham sinab ko'ra qolamiz. Hammasiga mana bir xil prompt berdi. Haqiqiy AI'lar jangi. Qani qaysi biri yaxshiroq tekshira oladi? Juda ham qiziq. ChatGPT juda ham tezlikda, chunki bu pulsiz, hech qanaqa thinking mode emas, ya'ni o'ylamasdan javob mana xatolaringizni ko'rsatyapti va umumiy baho 7.5, ya'ni task response, coherence, cohesion ketaveradi. Xo'p, demak bu 7.5 chiqarib berdi va xato unchalik ko'p emas. Xo'p, endi biz Queen ham chiqarib bo'pti. Bunda xatolarni boshqacha qilib, ya'ni yaxshi chiqarmoqda, ya'ni overall 7.5 ili yaxshi emas. Bunga o'tamiz. Writing task bu ham shunaqa, unchalik yaxshi bo'lmadi. Xo'p, DeepSeek 888. Okay. Endi boshqa prompt kiritib, bitta Grok qoldi. Grokimiz qanaqa ekan? Grok 8.5 overall score va unchalik xato ko'rinmayapti bunda ham. Xo'p, boshqacha prompt ko'rsatdi. Ya'ni inglizcha yozib ko'ramiz promptni. Bu o'zbekcha edi. Endi qani qanchalik inglizchasi foydali bo'lar ko'ramiz. Mana tayyor qilib qo'yganman. Writing task. Xo'p, task 1 bekini ko'rib ko'ramiz. Xo'p, birinchi writing task 1 ni ochib olamiz
Bu yerdan birorta essayimni olaman. Bu PyChart ekan, bu essayni copy paste qilib olaman. Grupga qilib qo'yaylik va pastiga doim shu promptni yana copy paste qilib Ctrl C, Ctrl V qilamiz va jo'natamiz. Xo'p, endi yana copy qilib DeepSeek'ga ham tashlaymiz buni. Gemini'ga tashlaymiz. Xo'p, yana Queen va ChatGPT va Grok'ga tashladik. Xo'p, demak, uchalasi, to'ralasi. Xo'p, Grok tekshiryapti. Xatolarni ustida yana chizish bor. Yaxshi, yomon emas. Overall 8. Ishonsa bo'ladi, chunki o'zi 8 da essaylarni tashlaydi. Ko'proq tashlayapman, ya'ni xato ekancha ham bu yoqda feedback ham beradi, spesifik, ya'ni siz yana 8 da yuqoriroq qanday qilasiz, hammasini ko'rsatib beradi. Xo'p, Grok sal ishonarli. Meni tavsiyam bo'yicha 7,5. 7,5, lekin aynan 2-3 joyidagi narsani ko'rsatyapti DeepSeek unchalik tekshira olmabdi, ya'ni aniq ko'rsata olmagan. Hop, Gemini'ni ko'ramiz. Gemini nima qilgan? 9. Oh my god. Hammasi 9, ya'ni ham menda pulli varianti. Qanaqasiga pulli degan. Hop. Yaxshi, menimcha qanchalik to'g'ri degan. Hop, okay, Queen'ni ko'ramiz. 7,5. Qanchalik. Bu yerda ham to'g'rilash degan funksiyalar bilmadim. Bunda misol uchun yangisi chiqibdi, Next Generation. Balki shunda yaxshiroq tekshirar. Bir hozir shuni sinab ko'ramiz. Thinking modulda, chunki o'z sizlarga Queen'ni ko'rsatmoqchi edim. Nimagaki Queen eng hozir DeepSeek'dan yaxshiroq variant bo'lib turibdi. Kodingga ham tekin variantlar ichida ChatGPT'dan ko'ra ko'proq yaxshiroq. Xohlaganingizcha rasmlar kiritib bemalol edit, video generation, image generation, web developer hammasi bor. Bemalol ishlasanglar bo'ladi. Xohlagan shu hammasini hali ko'rsataman. Qanaqa qilib rasm edit qilish, qanaqa qilib dastur yaratish, video generation hammasini ko'rsatib o'taman. Lekin bu Queen juda tekin variantlardan eng zo'ri. DeepSeek'dan ancha yaxshiroq. Ya'ni DeepSeek'da faqat shunaqa koding ishlashi mumkin, ili bu ya'ni yozuvlar bo'yicha ishlatish mumkin xolos. Hop. ChatGPT nimani chiqaribdi? 7. Va xatolar ko'rsatibdi bunda. Demak, eng ishonarlisi menimcha Grok chiqardi. Xato, kamchilik, feedback, nimaga nima oshirishi. Demak, Grok hozircha 3-4 ta so'rov ekspert tomonidan tekshiriladi va qolgani avto yoki bistro bo'ladi va ancha ko'p xato qiladi, lekin 3-4 ta so'rovda shunaqa aniq tekshirib olsangiz bo'ladi. Shunaqa imkoniyat bor sizda. Xo'p, demak, Windows oxirgi variant, mana bu zo'r varianti, mana tekshirib, xato kamchiliklar chizilib, qorada nima qilsa yaxshiroq varianti bo'ladi. Yozib qo'yilgan va mana lekin score 5,5, I don't know how qanaqasiga. Bilmadim. Endi qanchalik bu ham to'g'ri, bu yoqda 8. Tekin bu yangi modeli bo'lgan, boshqa modelga o'tib turib, yana bir tekshirib ko'ramiz. Oxirgi sinovim shu. Shundan keyin men aniq bitta xulosaga kelishim mumkin. Xo'p, videoning oxirida shu ikkita promptni sizga tashlab qo'yaman, ya'ni yozib qo'yaman, ya'ni task 1 va task 2 uchun. Keyingi videolarda aynan yangilangan multi-level writing promptini yozib chiqqanman va shu prompt orqali siz 3 ta essayni birdaniga to'g'ri tekshirib ham PDF variantda olishingiz mumkin bo'ladi.
juda ham foydali prompt tayyorlaganman. Aynan hozir juda ham ko'p yoshlar, ya'ni multi-level imtihoniga tayyorlanyapti. Shuning uchun writing qismida o'zingiz tekshirib, o'zingiz rivojlantirib, bemalol hech qanaqa ustozsiz rivojlantirsangiz bo'ladi. Demak, shu promptni sizlarga beraman. Shunaqa orqali, shu 3-4 AI orqali tekshirishingiz mumkin. Ko'proq qaranglar, Grok yutdi bu yerda. Grok yaxshi tekshirdi. Qisman DeepSeek ham yaxshi va Gemini ham pulli variantlari yaxshi tekshira oladi. Hozircha shular, ya'ni men maslahat beradigan shu prompt orqali siz ko'proq Grokda tekshirsangiz yaxshiroq, ishonchliroq bo'ladi. Mana 3-4 essayda birgalikda qanaqa ishlashini ko'rdik, solishtirdik. Oxirgi xulosam Grok yutdi bunda, ya'ni Grok yaxshiroq natija qildi. Hammasidan ko'ra pulsiz variantda ishladik. Hattoki Gemini pulli bo'lgani bilan xato kamchilik qo'ydi. Ya'ni 9-8 lik essayda 9 qilib berdi. 9 deb baholadi. Bu xato. Xullas, oxirgi xulosa Grok, DeepSeek va Queen sizlar uchun yangilik bo'lishi mumkin. Buni har sohada bemalol modullarini almashtirib ishlata olasiz. Xo'p, demak, bundan buyon meni videolarimda kuzatib boring. Agar kuzatib yangilik o'rgansangiz, hammadan dunyoda birinchi bo'lasiz. Bir qadam oldinda yurasiz. Har sohada hozircha ta'lim bo'yicha o'rgataman, keyinchalik dasturlash bo'yicha videolar qilaman albatta va bu orqali juda ham ko'p sir sinoatlarni ochib tashlayman. Inshaalloh qo'llab-quvvatlang, doim like, do'stlaringizga share qilishni unutmang, hammaga ulashing. Inshaalloh hammaga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Kuzatishni davom eting. Kuzating va doim bir qadam oldinda bo'ling. See you guys. Take care.